Agar burunduq to'plab qo'ygan ovqat zaxirasini qayerga qo'yganini unutib qo'ysa, u o'rmonda o'zini osib qo'yadi. Bu dunyodagi yagona o'z joniga qasd qiluvchi hayvon. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, restoranlarning 90% ochilgandan 1 yil o'tib yopiladi. Nikoh uzugi nega aynan nomsiz barmoqqa taqiladi? Qadimgi Yunonlar barmoqdan chiqqan juda nozik asab tomiri to'g'ridan-to'g'ri yurakka olib boradigan yagona barmoq ekanligiga ishonishgan. Singapurda saqchni faqat dorivor maqsadlarda dorixonadan sotib olishingiz mumkin. Xitoyda ayollar soni erkaklarga qaraganda 20 millionga kamroq. Pekinda siz tirbandlikdan qutqarish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bir kishiga $60 evaziga mototsikl yuboriladi va mashinangiz aytilgan manzilga yetkazib beriladi. Rosomaxa o'z hajmidan 5 barobar kattaroq bo'lgan o'ljani o'ldirishga qodir. Hatto ayiq ham uni chetlab o'tishga harakat qiladi. Jaboticaba to'g'ridan to'g'ri mevalari daraxt tanasining o'zida o'sadigan Braziliya uzum daraxti. 14-aprel kuni Janubiy Koreyada Qora kun, yolg'izlar bayrami nishonlanadi. Ushbu bayramda juftsiz barcha odamlar qora kiyim kiyib, jajangmiyon, qora sousli makaron yeyishga borishadi. Ushbu belgilar orqali yolg'izlar bir-birlarini osongina ko'rishlari va erkin tanishishlari mumkin. Singapurdagi Changi xalqaro aeroporti Janubiy-sharqiy Osiyodagi eng yirik aviatsiya markazidir. Yo'lovchilar tashish hajmi bo'yicha yiliga 36 milliondan oshadi. Bailong dunyodagi eng baland tashqi lift hisoblanadi. Oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan eng shirin modda bu neotame hisoblanadi. U shakarga qaraganda 8000 marta shirinroq. Sayyoramizdagi eng issiq daryolardan biri Nil daryosi 2 marta muzlab qolgan. Birinchi marta milodiy 9-asrda, ikkinchisi 11-asrda sodir bo'lgan. Ganviye Afrikaning Nokou ko'lida joylashgan ko'l qishlog'i. 20 mingga yaqin aholisi bo'lgan bu Afrikadagi eng katta ko'l qishlog'i hisoblanadi. Uylarning barchasi ustunlar ustida qurilgan. Belgiyada tunda 90% dan ortiq yo'llar yoritiladi. Bu nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Yanoqdagi chuqurchalar aslida genetik nuqsondir. Sababi mushaklar to'g'ri o'smagan va ular orasida bo'shliqlar paydo bo'lgan. Olmaxon 50-qavatdan tushib ketsa ham unga hech qanday shikast yetmaydi. McDonald har kuni 40 milliondan ortiq buyurtmaga xizmat qiladi. Fransiyalik Robert Marchet rasmiy ravishda 100 km masofani 100 yoshida bosib o'tishga muvaffaq bo'lgan yagona odam hisoblanadi. Buyuk Britaniyada har 11 kishiga bitta kuzatuv kameralari to'g'ri keladi. Ilgari Xitoyda timsohlar uyni itlar kabi qo'riqlash uchun saqlangan. Erkak bo'ri urg'ochisiga juda sadoqatli va mehribon juft sanaladi. U urg'ochiga so'nggi nafas qolguncha xiyonat qilmaydi. Ularni faqat o'lim bir-biridan ajratishi mumkin. Dunyodagi eng keksa ayol 1885-yilda tug'ilgan bo'lib, hali ham hayot bo'lgan xitoylik ayol hisoblanadi. Hozirda 135 yoshda.